Turk tilida undoshlar almashishi mavzusiga mos kelmaydigan istisno so'zlar. Demak, bu formulani ko'pchilik biladi. Ya'ni so'zimiz p harfi bilan, t harfi bilan yoki ch yokida k harfi bilan tugasa va izidan unli bilan boshlanadigan qo'shimcha qo'shsangiz, shu paytda p harfi b ga almashadi, t harfi d ga, ch harfi j ga, k harfi agar so'zimiz n k bilan tugagan bo'lsa g ga, qolgan holatda g harfiga almashar edi. Lekin shu qoidaga mos tushmaydigan bir qancha so'zlar bor. Bulardan birinchisi atoqli otlar. Ya'ni atoqli otlar deganda atab qo'yilgan nomlar, demak shular. Ya'ni atoqli otlar deb shularga aytiladi. Misol deylik, Toshkent t bilan tugadi. Mana qoida, demak d ga almashishi kerak. Mana unli bilan boshlanadigan qo'shimchani qo'shdim. Endi bu yerdagi t ni agar biz d ga almashtirsak xato. Chunki atoqli otlarda bu qoida ishlamaydi. Bularda ham xuddi shunday. Misol Ahmed i ni qo'yapman. Bu yerdagi t endi qoida bo'yicha d ga almashmaydi. Chunki istisno. Endi mana bu so'zlar bor. Men bularni yozib chiqqanman. Qoidama-qoida olib borish shart emas. Siz buni faqatgina yodlab qo'yishingiz kerak. Masalan, edebiyot degan so'zimiz bor. Qo'shimcha qo'shdik, unli bilan boshlanadigan. Bu yerdagi t ni endi d ga almashtirmaymiz. Yoki boshqa huquq. Uni qo'ydik, endi k ni qaraymiz. N k emas, demak g ga almashadi. Bu yoqdan olib kelib, agar k ni g qilib yuborsak, bu ham xato. Demak, bular, bu 3 qator so'zimiz istisno so'zlar. Bularni ham siz yodlab qo'yishingiz kerak. Ya'ni oxirgi undoshlari almashmaydi.